Assalomu alaykum mekandoshlar, qutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga mana Razoq shahrindagi ko'pchilik podpischi aka-ukalarimiz Skalat, Pilusmondiya mana sex производство bo'yicha arendaga beriladigan joylar bo'lsa, video obzor qilib chiqaring deb iltimos qiluvdilar. Shu aka-ukalarimiz talablariga binoan mana shunday mana Razoq shahri sentridan 3 ta boks, uchalasi ham 100 kvadratdan 300 kvadrat metrlik mana shunday mana pomeshchение arendaga beriladi. Do'stlar, videoni jurishida sizlarga sonon qilib adreslarini, yo'llarini video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar sizlarga video yoqsa, обязательно bir-birdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, shu Razoq shahri sentralni yo'li bilan Intimoq ko'chasiga shu yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, ko'rib turgandek mana arendaga beriladigan 3 ta boksimiz cho'ng yo'ldan bo'yinda joylashgan. Plus mana ko'rib turgandek bu skalatda oldida katta plashatkalargacha bor. Videoni jurishida sizlarga kirib borib, sonon qilib, video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek. Bu skalatda oldida bunaqangisi mana 10 metr, uzunasi 70 metrlik katta plashatkalargacha bor. Do'stlar, ushul mana sentral yo'ldan 2 metr yurib tuz bosib kirsangizlar, bu yoq tomonda mana birinchi boks arendaga berilgan. Hozirgi uchurda arendada turibdi. Plus mana bu yoq tomonda qatoriga mana 3 ta boks arendaga beriladi. Do'stlar, ko'rib turgandek har bitta boksimiz 100 kvadrat metrdan. Plus mana ko'rib turgandek tippalari moshni qilib, sayzi betonli plitalardan cho'tki qilib kirishalari yopilgan. Plus aylanasiga ko'rib turgandek cho'tki qilib shilaka bloylardan polnisida devorlarni urib, plus bu yoq tomondan mana 3 fazli uchotchilargacha qo'yib qo'yganlar. To'xtan, suvdan muammo yo'q. Plus taglarni ko'rib turgandek steshkalarni qilib sonon qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizda ekan ko'rib turgandek bu yoq tomonda ham 100 kvadrat metrlik katta boks bor. Buni ham pataloklari polni, sayzi betonli plitalardan bo'lgan. Devorlari moshni bo'lib, taglarini sonon qilib steshkalarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu skalatimizning foydali tomonlari bahozir kelib arendaga olib har xil sexlarni plus mana shunday buni skalat qilib materiallarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Balandligi ham 5 metr, bahozir kamazlar plus furalarni olib kirsanglar bo'ladi. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda mana 3-chi katta boksimiz ham bor. Bu boks ichida hozirgi paytda mana shunday mana o'zlarini texnikalarini, instrumentlarini qo'yib qo'yganlar vaqtinchalik. Bahozir kelib ko'rib mana shunday mana 3 ta boksni arendaga olib ishlatsangizlar bo'ladi. Do'stlar, qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Kengira chalib, suylashib, mana shu 3 ta boksni arendaga olib ishlatsangizlar bo'ladi. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, bir-birdan like bosib, shu videoni arendaga skalat qidirib yurgan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.